zo'r, baxtli bo'lsin. Bo'lsin. Bunaqa baxtga boru har kim erishmaydi. Yaxshi, tilak ichgan odam uchun. Endi qadam bilamiz, ichganmi, ichmaganmi, dalish ko'raylik-chi. Kimdir kuyov jo'ra bo'ladi, kimdir san bo'lasan. Ha, yo'q, ichgan ekan. Operator vaqt qo'y. Qanaqa operatorsan, to'g'rimi? Yo'q, deputat bu, prosta bo'sh vaqtida syomka qilaveradi o'ylab. Hech kim qani baxtini, unga qarab kurashgan baxtini sen tuya olmaysan. Ha? Hech kim seni baxtingni, unga qarab kurashgan baxtini sen tuya olmaysan. Operator bo'lgani uchunmi? Onasi ham sen buni gapini tushunish uchun men ham ichib kelaman deyman. Sen oddiy operatorsan. Hech qayerga bormagansan. Voy bila. Operatorning moralni ezishda bu. Shu gapidan keyin ham borib kelsinmi? Olib borib kelsinmi kerak bo'lsa? Nima deyapsizlar sizlar operatorlarni? O malades, mana shu qo'ldan mikrofonni olayotgan odam, mana shu odamning qo'lini topinglar. No cringe videolar qiladiganlarning qo'lidan telefon shunday olish kerak-da. Bu insonlarning bori ikkalasi ham baxtli bo'lsin. Shu ko'tarsa ichsa-da. Ichsa ko'tarsa-da. Ko'tarib ichsa-da. Bu insonlar bori har biri baxtli bo'lishga haqli bo'lib turgan insonlar. Akan yor-yorga olib chiqish kerakmi deyman. UC ligini yozib 24 soatda eng ko'p like yiqqan odamga olmish UC.